قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي. Assalamu alaykum saboqdoshlar. Hozir biz 24-darsni o'qiymiz. Bugungi yangi mazmun biz ilgirki soatlik darsdan boshlab o'rganib kelgan Sulasi mazid bobininki davomini o'qiymiz. Birinchi qilib Sulasi mazid bobining davomini. Bugun o'rganmoqchi bo'lgan yangi bob Sulasi mazid bobiga tava bo'lgan. Birinchidan if'alla yaf'allu bobi. If'alla yaf'allu. Xuddi ihmarra yahmarru deganga o'xshash. Qizzadi, qizziradi. Endi if'alla yaf'allu degan bu bobda oldiga bir dona alif ortiq qilingan va lam qo'sh o'qilgan, ya'ni ikki qatam o'qilgan. Tashdid bilan if'alla deb tashdid bilan kelgan. Endi bu if'alla yaf'allu bobida kelgan fe'llarninki ko'pinchisining ma'nosi ya rang ma'nosida keladi yoki ayb ma'nosida keladi. Ma'lum bir aybni bildirib keladi. Masalan, ihmarra desak qizzadi degan bo'ladi. Yahmaru qizziradi. Bu rangni bildiradi. I'vajja desak maymaqulab ketdi degan gap. Bu aybni bildiradi. I'vajja if'alla o'lchimida. Bugun o'rganmoqchi bo'lgan yangi bob if'alla yaf'alu. Uningdan keyingi ikkinchi bob bugun o'rganmoqchi bo'lgan if'alla yaf'alu. Buningda alif ortiq qilingan va alif ayndan keyin birdan alif ortiq qilingan. Buningda lam idg'am holati o'qilinadi. Ya'ni if'alla yaf'alu deganga o'xshash. Ya'ni isfarra yasfarru. Endi if'alla yaf'alu o'lchimida kelgan fe'llar rang ma'nosida keladi. Masalan, isfarra yasfarru, sag'adi, sag'iradi deganga o'xshash. Bugun o'rganmoqchi bo'lgan yangi bob shu if'alla va if'alla. Uningdan keyin ra'a. Ra'ani biz bu qadar ko'di deb tarjima qildik. Endi Uyg'ur tilimizda bu ko'di degan gap ba'zida amaliy ko'z bilan kurashga, ba'zida qalbda kurashga ma'noda. Masalan, o'qituvchini ko'rdim, Muhammadni ko'rdim. Bu ko'z bilan kurash. Yana bir kurash ma'nosi men uni yaxshi odam deb ko'rdim. Men uni kasal deb ko'rdim. Men uni tirishchan deb ko'rdim. Bu qalbda kurash. Mushuningga o'xshash arab tilida bu ra'a, ko'rish degan gap ikki xil ma'noni bildiradi. Birisi ko'z bilan ko'rish, yana birisi qalbda ko'rish. Bugun o'rgatmoqchi bo'lgan mazmun agar ra'a degan bu fe'l qalbda ko'rishni ifodalab kelsa, buningga ikki dona maf'ul ketadi. Deydi, "İza kana qalbiyan." Agar qalbi bo'lib qolsa, ya'ni qalbda ko'rishni ifodalab kelsa, tansibu maf'ulin. Ikki maf'ulni zavar qiladi. Ya'ni ikki maf'ulni zavar qilib, ikki maf'ulga o'tadi. Masalan, ra'aytu Ahmada shuja'an. Ahmadni qaysar, botir ko'rdim. Bu qalbda ko'rish. Demak, bu yerda ra'a fe'l tu fa'ili. Ahmad birinchi maf'ul, shuja'an ikkinchi maf'ul. Demak, bu qalbda ko'rish ma'nosini bildirgan vaqtda buningga ikki maf'ul ketadi. Ko'z bilan ko'rish ma'nosini ifodalagan vaqtda "İza kana basariyan tansibu maf'ulan wahidan." Agar basari bo'lib qolsa, ya'ni ko'z bilan ko'rish ma'nosida kelib qolsa, bir maf'ulni zavar qiladi. Masalan, ra'aytu Ahmad. Ahmadni ko'rdim. Bu ko'z bilan ko'rish. Ammo qalb bilan ko'rgan vaqtimizda bu qancha maf'ul ketadi? Ikki maf'ul ketadi. Oxirida bugungi darsdagi mazmun asa. An-naqisa. Ya'ni kamtik bo'lgan asa. Endi asa konining qarindoshlarining qatoridan. Konining qarindoshlarining qatoridan degan nima degan gap? Ya'ni ismisni xabar, ismisni zavar, xabarini pesh qiladi deganlik bo'ladi. Konining qarindoshlarining qatoridan. Bu nimani ifodalaydi? Asaning nima degan ma'nosi va ifodalaydi? Umidni va ishfoqni deydi. Ansirashni. Umid qilish va ansirash ikki xil ma'noda keladi. Endi buning kaniga o'xshamaydigan bir tarafi va yakunu xabaruha masdar muavval. Buning xabarini biladi, masdar muavval bo'ladi. Ya'ni
an bilan fi'li mudari'dan yasalgan masdar muavval bo'lib keladi. Masalan, asa Muhammadun ay yajtahida. Muhammad tirishqon bo'lishi mumkin. Demak, bu yerda asa axavati kana, ya'ni fi'li naqislarning qatorida, fi'li naqis deymiz. Muhammad asaning ismisi, ay yajtahida asaning nimasi bo'ldi? Xabar bo'ldi deymiz. Shunga asa Muhammadun ay yajtahida deymiz. Asa naqisa. Endi biz nima uchun asani asa naqisa deb atadik? Buni kaniga o'xshash kana deb ham akamay, naqisa degan gapni keyin qo'shib qo'ydik. Chunki asa ba'zida naqisa bo'lib kelsa, kananing qarindoshlari bo'lib, ya'ni af'alu naqisa qatorida bo'lib kelsa, ba'zida to'liq bo'lib keladi. Asa tamma bo'lib keladi. Bu asa tamma bo'lib kelgan bilan asa naqisa bo'lib kelgandan qanday farqi bor deganda, asa naqisa bo'lsa, buningga bu mubtada xabarlik jumlaning beshiga kirib, mubtadani o'zining ismisi qilib pesh qiladi, xabarini o'zining xabar qilib zavar qiladi. Bu kanining qarindoshlarining qatoridan bo'lib, fi'li naqisalarning turiga kirib ketadi. Fi'li tam bo'lsa, deydi asa naqisa va ta'ti tamma deydi. To'liq bo'lib keladi. To'liq bo'lib kelgan vaqtda bu naqis fi'l degan atalg'i buningga mos kelmaydi. Bu to'liq fi'l bo'lib, bu fa'il bilan kufailnadi. Buningga ismisi xabar degan gapni qilmaymiz. Bu fi'l bo'ladi, keyin kelgani buning fa'ili bo'ladi. Masalan, Alloh taolaning Qur'oni Karimdagi asa ay yahdiyani robbi. Umidki Rabbim menga hidoyat qila degan bu oyat karimida asa to'liq ma'nosida kelgan. Bunun fa'ilchi bo'lsa ay yahdiyani degan bu masdar muavval asaninki fa'ili bo'ladi. Demak, asa naqisa bo'lib, fi'li naqislarning qatoridan bo'lib keladi. Bu vaqtda mubtada xabarlik jumla beshiga kirib, mubtadani o'zining ismisi qilib pesh qiladi, xabarini o'zining xabar qilib zavar qiladi va to'liq bo'lib keladi. To'liq bo'lib kelgan vaqtda bu o'zining fa'ili bilan kufailnadi. Fa'ili bilan kufailnadi. Masalan, asadin kim bu yerdan bir Muhammad deganga o'xshash bunga ismisi kelmadi. Bu o'zininki ayyahdiyani degan fa'ildan kufailnadi. Buning misoli tekstda chiqadi, ha? Bugungi darsimizdagi asosliq mazmun shu. Qolgan mazmunlarni biz ko'nikmalarda o'z navbatida so'zlab boramiz. Unda bo'lsa biz darsimizni boshlaylik. Bismillahirrohmanirrohim. Ad-darsur rabi'u wal 20. 24-dars. Al-mudarrisu o'qituvchi. Iftahin nafizata ya Ali. Ali, darizini och. Innaha la tanfatih. U ochilmaydi. Faqad i'wajja mizlajuha. Faqad. Buradagi jazman haqiqat degan ma'no ifodalaydi. I'wajja mizlajuha. Uningki itidigan kiltini, biz kiltini deymiz. Uningki kiltini maymoqlab ketdi. Qulli pedamdoq taqiqqa desak bo'ladi, ha? Ishni taqaydigan taqiqqa, darizlarning taqiqqa deganga o'xshash. Onun taqiqi maymoqlab ketdi. I'wajja if'ala ma'nosida bu maymoqlab ketdi degan ayb ma'nosini bildirib keldi. Mizlaj taqaqqa. Ala yumkinu taqwimu i'wijajihi. Uning maymoqligini ruslash mumkin bo'lmamdi. Havalna urunduq. Va lam natamakkan min zalik. Ashundan mumkin bo'lmadik. Tamakkana degan gap imkoniyatga erishdi, mumkin bo'ldi degan ma'noda. Ya'ni ashundan imkoniyatga erishaolmadik degan gap, qilinmadik degan gap. Wajhuka muhmarrun ya Ahmad. Ahmad, yuzingiz qizil. Ka'annaka g'adban. Xuddi siz ochiqlangandek. Naam, laqad aghdabani Ja'far bi sukhriyatihi. Shundaq, Ja'far meni masxir qilish bilan ochiqimni keltirdi. Aghdabani g'azablantirdi, ochiqimni keltirdi degan gap. Ja'far bi sukhriyatihi, masxir qilishi bilan meni. Qum va tawadda ya Ja'far. Qop taharat al ey Ja'far. Alam tasma' qawluhu ta'ala fi suratil Hujurat? Allah Ta'alaninki surah Hujuratdagi so'zini anglamadingmi? Ya eyyuhallazina amanu la yaskhar qawmun min qawmin asa an yakunu khayran minhum wa la nisa'un min nisa'in asa an yakunna khayran minhunna. Ey Allohga ishongan kishilar,
bir qavmni masxir qilmasin. Aysa balki ayyakunu khayran minhum. Ulardan yaxshiroq bo'lishi mumkin. Ya'ni masxir qilinguvchi, masxir qiluvchilardan yaxshiroq bo'lishi mumkin. Bir ayollarni masxir qilmasin. Balki o ayollardan yaxshi bo'lishi mumkin. Bala, ya'ni anladim demakchi. Astagfirullah va atubu ilayh. Allohga istig'for aytaman va uningga tavba qilaman. Xuz daftaraka ya Ayyub. Ayyub, daftaringni al. Yusallimu lahu ad-daftar. Uningga daftarini topshirdi. Araka da'ifan fi an-nahw. Araka seni grammatikada aciz ko'ravataman. Bu qanday kurash? Qaribdi kurash, ha? Yajibu alayka an tajtahida. Tirishing kerak. Yajibu kerak. Alayka sana an tajtahida. Bu zivar o'qilish kerak, bu xato besib qopti. Zivar o'qilish kerak. Tirishing kerak. İnşallah Allah xolisa. Iqra'il ayata ya Hamid. Hamid oyatni o'qi. Ba'da al-isti'adati a'udhu billahi deb bo'lgandan keyin yawma tabyaddu wujuhu va taswaddu wujuh. Yawm qiyomat kunda demakchi. Qiyomat kunda tabyaddu wujuhu va taswaddu wujuh. Yuzlar oqarib ketadi, ba'zi yuzlar qardab ketadi. Fa ammal ladzina aswaddat wujuhuhum akafartum ba'da imanikum fadhuqul azaba bima kuntum takfurun. Amma yuzlari qardab ketgan kishilar sizlar iymondan keyin kofir bo'ldinglarmi? Fadhuqul azab. Shuning uchun sizlar bima kuntum takfurun. Kofir bo'lganliginglar tufayli azobni tetinglar. Wa amma allazina biyaddat wujuhuhum fa fi rahmatillah hum fiha khalidun. Amma ibyaddat wujuhuhum yuzlari oq bo'lib ketgan kishilar Allohning rahmatida uningda mangu qolguchi. اقرأ الحديث يا أيوب. أيوب حديثني أقو عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها وعن النخل حتى يزهو. قيل وما يزهو؟ قال يحمار أو يصفار. Anas ibn Malik radhiyallohu anhu din payg'ambar sallallohu alayhi vasallam din, ya'ni din degan rivoyat qilindi. Annahu naha an bay'i thamarati hatta yabdu salahuha. Jazman u payg'ambar alayhissalom cheklidi mevani setishdan hattoki oshkor bo'ladi uninki pishishi. Va anin nakhli va xurmini cheklidi hatta yazhuwa. Yazhuwa bo'lgan qadar deydi. So'raldi, "Va ma yazhuwa?" Yazhuwa degan nima deb so'raldi? Dedi, "Yahmaru aw yasfaru." Qizargan yoki sag'agan. Bak qizirib yoki sag'agan qadar xurmini sotishga bo'lmaydi. Yadkhulul muraqibu kuzatchi kiradi. Fi maktabi sa'atun wujidat amsi fil musalla ba'dama intahat salatu adh-dhuhri. Ishxonamda bir soat tepildi. Tunugun fil musalla namoz o'qiydigan joyda. Ba'dama intahat salatu adh-dhuhri. Peshim namozi tugagandan keyin namoz o'qiydigan joyda tunugun bir soat tepildi. Faman fuqidat sa'atuhu falyattasil bi ba'dama yantahi ad-dars. Kimiki soatini yo'qotgan bo'lsa, fuqidat, yutib ketilgan bo'lsa degan gap. Soati yo'qotilgan bo'lsa, men bilan aloqalasin dars tugagandan keyin. Ba'dama yantahi ad-dars. Bugungi darsimizning teksti mushahada qilishda endi mashqni o'qiymiz. Birinchisi ajib anil as'ilatil atiya. Tuandagi savollarga javob bering. Lima la tanfatihu nafizatul fasl? Sinfning darsi nemishqa ochilmaydi? Lima ghadiba Ahmad ala Ja'far? Ahmad Ja'farga nemishqa achchiqladi? Maza yuqalu lil ladina taswaddu wujuhuhum yawm al-qiyamah? Qiyomat kunisi yuzi qardab ketgan kishilarga nima deyiladi? Ayna wujidatis sa'a? Soat qayerda tepildi? Va mata qachon tepildi? İkincisi min abwabil fi'li thulathi if'alla. Thulathi fi'l bablaridan if'alla. Ortiq qilindi uningga fa'dni ilgari hamza va du'ifat degan gap idg'am qilindi lam.
if'alla. Keledi bu bab ranglada ve eyiplarda. Demek bu babda kelgan fe'llar ya rangni bildirdi ya eyipni bildirdi. Ve minha ve o thulathi mazid fe'l bablaridan if'alla degan bab. Bu biz dersine başta sözüldük. Ara tuqqilindi onunğa fa'din ilgiri hamza, ayndin keyin elif ara tuqqilindi. Ve lam idgam qilindi. Keledi bu bab nimada ranglarda keledi. Endi sizlar darsdan mush ikki babda kelgan fe'llarni tep chiqsizlar. Istakhrij min ad-dars al-af'al al-waridata fi min hadha al-babayn. Bu ikki babdan kelgan fe'llarni darsdan chiqiring. Bu sizlarga topshiriq. İkincisi, teammelil misal, misalni mulohiza qiling, ondan keyin mudari'ni keltiring. Masdarni keltiring, ism fa'il keltiring, tuvandagi fe'llarni. Bizga misalni berdi. İhmarra madi. Yahmarru fi'l mudari. İhmirarun masdar. Muhmarrun ism fa'il, qizag'uchi. Unda isfarra sag'adi. Yasfarru sag'rudu. İsfirarun sag'rish. Musfarrun sag'ag'uchi. İbyadda bunu zamlaşlaysizlar. Aqadi iswadda qardidi. İxbarra yeşil bo'ldi, i'vajja maymaq bo'ldi. Buningdan mush talab bo'yicha udrusqa mudari masdar ism fa'ilni chiqarasizlar. Dördüncüsü misalni mulohiza qiling, ondan keyin mudari masdar ism fa'illarni tuvandagi fe'l ikki fe'ldan keltiring deydi. Bizga misalni berdi. Isfarra yasfarru. Bumi sag'adi sag'rudu. Isfirarun sag'rish, musfarun sag'ag'uchi. Isfirarun bu masdar ha. Mush o'lchamda fe'l mudari masdar ism fa'il keltirasizlar. İhmarra yahmarru ihmirarun muhmarun. And idhamme qardi degan gap. İdhamme bunun mudarisini masdarni ism fa'ilni keltirasizlar. Bu sizlarga qolib qoldi. Tuvandagi fe'llarning hamma fe'lning babini so'zlang. Qaysi babda kelgan? Bu sizlarga topshiriq. Iswadda qaysi babdan? Biz taxabayatni o'rgandik. Qara dedi. İshtadda qaysi babdan? Ya bu qattiq bo'ldi degan gap. İhmarra qizzadi. İdhamma ibyadda ishtaqqa. Ishtaqqa degan gap so'z yasaldi, oyilib chiqdi degan gap. Odatda mushtaq degan gapni biz yasalgan so'zlar deb ataymiz. Ishtaqqa oyilib chiqdi va so'z yasaldi. İnshaqqa bo'lsa yerilib ketdi, dez ketdi degan ma'nosi. Chinalarninki dez ketgan bo'lsa inshaqqa deymiz. Infadda tarqab ketdi. Tarqab ketdi. I'vajja maymaqulab ketdi deymiz. Bablarını so'zlaysiz. Qaysi babdan? 6-si if'alla babining tuvandagi misollarini mulohiza qiling deydi. Bu sizning tarjima qilsizlar, sizlarga topshiriq. Ihtaraqal khashabu waswadda. Yag'och kuyab waswadda qardab ketdi. Ghasaltu thawbal wasikha bis-sabun fabyadda. Kir kiyimni supun bilan yudim fabyadda oqirib ketdi. Qad isfarrat asnanuka ya bunay ala tastak. Ey balakam, tishlaringiz sag'rib ketdi. Ala tastak, misvak samamsiz? Taxdarrul ashjaru fil rabi'. Baharda daraxtlar yeşil bo'ladi. Isfarra wajhuhu min al-khawf. Uning yuzi qo'rqinishdan sag'rib ketdi. Bu sizlar qolgani sizlarga topshiriq qilib qoldi, o'zingiz tarjima qilasizlar. Al-minjal degan gap o'g'aqa, bug'doy o'raydigan o'g'aqni minjal deymiz. Al-minjal istiqomatuhu fi i'jaji. Arablarda maqol tamsil sifatida ishlatiladi. O'g'aq uning rusligi maymoqligida deydi. O'g'aq uning shu maymoq bo'lganligi rusligi deydi. Bu o'g'aq maymoqkan deb ruslab qo'ysak, bu o'g'aq bo'lmay qoladi. 9-si fil hadisda keldi. Inna awwala vaqti salatil asr hina yadkhulu vaqtuha. Asr vaqtininki, asr namozining vaqti, tunji vaqti, hina yadkhulu vaqtuha. U vaqti kirgan vaqtda va inna akhir vaqtiha hina tasfarru ash-shams. Uning oxirgi vaqti kun sag'aga vaqtda. Shu pishimdan killa kirgan vaqti uning tunji vaqti, avvalgi vaqti,
kun sag'agan vaqtda uning eng oxirgi vaqti. 10-si Ali radhiyallohu anhudan kunna idza ihmarra al-ba'su ittaqayna bi Rasulillahi sallallohu alayhi va sallam. Kunna degan gap iduq degan gap. Iduq agar ba's degan gap urush degan gap. Urush qizib ketsa, madani qizirib ketsa degan gap, qattiq qilib ketsa degan ma'noda. Qizirib ketsa urush ittaqayna bi Rasulillahi sallallohu alayhi va sallam. Rasulullohni saqlaydik, mudofi'a qildik. Ihmarral ba's degan gap ishtaddatil hurub degan gap, harb degan gap. Urush qattiq qilib ketsa degan gap. 7-si araka da'ifan. Biz buni darsning boshida so'zlab o'tdik. Ra'a hadihi bi ma'na alima. Bu alima ma'nosida. Ya'ni ko'rdim degan gap, bildim degan ma'nosida. Masalan, Muhammadni Batur ko'rdim desam, bu Muhammadni Batur deb bildim degan gap. Bu qalbda bilishni ko'rsatadi. Va tusamma ra'al qalbiyya. Bu ra'al qalbiyya deb ataladi. Bu ra'al qalbiyya zavar qiladi ikki maf'ulni. Asluhuma mubtada va xabar. O ikki mubtadaning maf'ulninki aslisi mubtada va xabar deydi. Aslisi mubtada xabar bo'lgan ikki ismni qanday qiladi? Zavar qiladi maf'ullikqa asosan. Masalan, anta da'ifun, sen ojiz. Anta mubtada, da'ifun xabar. Bu aslisini bo'ldi azimda asli holatda mubtada xabar bo'ldi. Endi buningga ra'al qalbiyani akirsak, araka da'ifan. Seni ojiz ko'rdim. Bu nimada kurash? Qalbda kurash. Bu yerdagi ara fiil. Buning yushurun domirisi men degan yushurun domirisi. Ko'rgani kim o? Men. Bu fa'il bo'ladi. Seni ko'rdim, kap. Birinchi maf'ul. Qana ko'rdim, da'ifan, ojiz ko'rdim. Bu maf'ul thani, ikkinchi maf'ul. Qur'on Karimda keldi, innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Ular uni yiroq deb qaraydi, biz uni yaqin deb qaraymiz. Mana yarawnahu birinchi maf'ul, ba'idan ikkinchi maf'ul. Narahu hu birinchi maf'ul, qariban ikkinchi maf'ul. Amma ra'al basariya, amma ko'z bilan ko'radigan ra'a bir maf'ulni zivara qiladi. Ra'aytal mudarris, o'qituvchini ko'rdingizmi? Mana bu yerda maf'ulun bihtin birisi keldi. Endi adkhil ra'al qalbiyya alal jumal al-atiya. Tuandagi jumlaga ra'al qalbiyani kirgizing, bu sizlarga topshiriq. Masalan, anta musta'jil. Sen oldiraysiz, oldirg'uchi. Oldirang'u. Araka musta'jil. Seni oldirang'u ko'ryapman. Huwa hazin. O g'amkin. Endi uni g'amkin ko'rdim. Demakchi bo'lsak nima deymiz? At-tullabu mujtahidun, o'quvchilar tirishchan. O'quvchilarni tirishchan ko'ryotamsiz, atara keltirib qo'ydi hammaga. Bu arabchasini yozsizlar. O'quvchilarni tirishchan ko'ryotamsiz, nima deymiz? Bu sizlarga topshiriq qilib qoldi. 8-si asa. Asa ay yakunu khayran minhum. Asa min af'ali rija. Umid bellardan qatoridan umidni va ansirashni ifodalaydi. Asallahu ay yatuba alayhim. Umidki Allah ularga tövbe berishi mumkin. Ya'ni yurja ay yatuballohu alayhim. Ya'ni Allohning ularga tövbe berishi umid qilinadi degan gap. Buni shu umid ma'nosida tarjima qilamiz. Ba'zi o'rinda ishfoq, ansirash ma'nosida tarjima qilamiz. Qo'rqish. Masalan, asa an takrahu va asa an takrahu shay'an wa huwa khayrun lakum. Sizlar yomon ko'rgan narsa, an takrahu shay'an va huwa khayrun lakum. Sizlar yomon ko'rgan narsa va huwa khayrun lakum. Sizlarga yaxshidir. Ya'ni yuxsha an takrahu. Ansirlidu sizlarningki bu ishni yomon ko'rishinglar. Demak, oyaning tarjimasi sizlar yomon ko'rgan narsa, shu yomon ko'rsizlar bir narsani u sizlar uchun yaxshidir. Demak, sizlar bu narsani yomon ko'rishinglar umid qilinamdi yoki ansirli qo'rqilamdi, ansirlidu. Bu Alloh buyurgan ishni yomon ko'rish odamning ansirlatgan ish, qo'rqil, umid qilgan emas. Shunga yuxsha an tukrahu. Sizlar yomon ko'rishinglar yuxsha, qo'rqiladi, ansirladi degan gap. Asa kanining amalini qiladi. Va yakunu xabaruha, bo'ladi uning xabari fi'lan mudari'an muqtarinan bi an deydi. Uning xabari an bilan birikkan fi'l mudari' bo'ladi. Ya'ni masdar muavval bo'ladi. Masalan, asallahu an yanfa'ana bik. Umidki Allah sen orqali bizni manfaatlantirishi mumkin. Bu yerdagi Allah degan lafzul jalali nima bo'ldi? Huna lafzul jalali ismuha, uning ismisi bo'ldi. Masdar muavvalchu ayanfa'a uning xabari bo'ldi. Wa fi asayta an tufsida
fil ard. Endi asayta an tufsida fil ard. Zaminda buzg'unchilik qilishing mumkin. Endi bu umidmi? Yo'q, ansirash. Bu yerdagi asayta degan gap, sen degan gap shunday ta. Bu ta buning ismi bo'ldi. An tufsida degan bu masdar muavval uning xabari oldi. Va ta'ti asa tamma. Endi asa tamma, to'liq bo'lib keladi. To'liq bo'lib keladi deganligi ay taktafi bi marfu'iha, ya'ni marfu'i bilan pesh o'qiladigan ismi bilan kupoylanadi. Bu deganlikni degan gap fa'il bilan kupoylanadi. Fala tahtaju ila xabar. Xabarga ehtiyojli qolmaydi. Buning ismi xabar demaymiz. Va zalika idza waliyaha an wa fi'l. Qanday vaqtda buning tamligini bilmaymiz deganda, shu buning tam bo'lishi agar uningga an va fi'l mudari yondashib kelsa. Asadan keyin bir ism kelmay, fi'l mudari bevosita kelgan bo'lsa, unda o'zi bu nima ekan? To'liq bo'lib kelgan ekan deymiz. Masalan, asa ayyahdiyani robbi. Umidki Alloh Robbim meni hidoyat qilishi mumkin. Bu yerdagi ayyahdiyani asadan keyin bir ism kelmay, masdar muavval keldi. Unda o'zi bu qanday asa ekan? Tam bo'lgan asa ekan. Unda asaning ki marfu'in qaysi fa'ili? Bu yerda masdar muavval asaning fa'ili. Kayfa Muhammadul an? Muhammad hozir qandaq? Asa an yakuna ahsan? Balki yaxshiroq to. Buningda yajuzu an yakuna asa naqisa. Endi buni asani naqs qilsak bo'ladi. Biz bayatdan asadan keyin bunda an bilan fi'l mudari birikkan masdar muavval kelsa, bu tam bo'ladi degan-go. Endi bu yerda bu ayyakuna kasmu asaninki naqs bo'lishi to'g'ri bo'ladi dedik-ku. Nimishqa deganda va zalika ashu idza qaddarta fiha damiran mustatiran. Agar mush asa bilan ayyakunning o'ttirisida bir damirni taqdir qilib qolsak, bu yerda bir ism bor, damirning birisi bor deb taqdir qilib qolsak, asani naqis deb hukm qilg'ili bo'ladi. Va idza lam tuqaddir, agar asa bilan ayyakunning o'ttirisida huwa degan bir damirni taqdir qilmasak, bu vaqtda yana nima bo'ladi? Tam bo'ladi. Demak, asadan keyin ayyakuna bu yerda naqs bo'ladi agar mushada bir damirni taqdir qilsak. Mushadagi damirni taqdir qilmasak tam bo'ladi. Endi yana asa naqisa bilan asa tammaning farqi. Bu yerda nihoyat ochiq bayon qilingan asa naqisa. Naqisa bo'lgan asa asallohu ayyahdihu. Demak, asadan keyin bir ism keldi, asaning ismisi. Ayyahdiya buningki xabar oldi. Asaytu an anjaha. Buningda tudni iborat bir damir ism keldi. An anjaha buning xabar oldi. Demak, asadan keyin ism yondashib keldi. Bu qanday asa ekan? Asa naqis ekan. Asa tamma desa, asa ayyahdiyahulloh. Umidki Alloh uningga hidoyat qilay. Asadan keyin ism emas, masdar muavval keldi. Ya'ni fi'l mudari bilan birikkan an keldi. Asadan keyin fi'l mudari bilan birikkan an kasni bo'ladi, asa tammi bo'ladi. Asa an anjaha, asa an yahdiyahulloh. Demak, asadan keyin masdar muavval kelgachga biz bu asa nim deymiz? Tam deymiz. Bu qoidani tushungan bo'lsanglar, asa naqisani tuandiki tamga o'zgartinglar. Qarang, asayta an ta'uda gadan. Ati qaytishing mumkin. Umid qilamiz shunday-ku. Endi asayta bu yerda ism keldi. Endi biz buni asa tam o'zgartirish uchun cho'qim buning keyindan kelgan oshkor ismni elib yoki keyinga o'tkazamiz. Masalan, asa an ta'uda gadan deymiz. Bu tani elib tashlasak, asa an ta'uda gadan bo'lsa, bu asa tamga o'zgaradi. Asallohu an yaghfira li. Umidki Alloh meni mag'firat qilg'ay. Endi bu yerda asadan keyin uchuq Alloh degan lafzul jaloli keldi. Bu unda o'z qanday ekan? Asa naqis ekan. Buni asa tamma qilish uchun asadan keyin kelgan bu oshkor ismni ya hazb qilib tashlaymiz yoki keyinga o'tkazamiz. Ya'ni asa an yaghfirallohu li. Alloh degan lafzul jalolini keyinga olib o'tamiz. Demak, asadan keyin an yaghfira kelsa, bu asa tamma o'zgaradi. Uchinchisiga ayna zumalauna, saboqdoshlarimiz qayerda? Asaw ay yahdur darsa. Balki darsga hozir bo'lishga hozir bo'ldi. Balki darsga hozir bo'ldi. Endi bu yerdagi asaw
vo degan bu ko'plikni bildirgan domir bilan kelganligi uchun buni biz naqsa deymiz. Bu vo asaning ismisi bo'ladi. Endi biz buni tammiga aylantirish uchun asa ayahdurut darsa deb asani vo bilan emas yolg'iz ekanimiz. Bu vaqtda bu asa tam qo'zg'aydi. Endi tuvandagi asa tamini naqsga aylantiramiz. Qaranglar, asa an nuqbala fi dirasatil ulya. Dirasatil ulya, ya'ni magistrlikka qabul qilinishimiz mumkin. Endi asadan keyin masdar muavval kelsa, bu asa nima bo'ladi? Asa tam bo'ladi. Endi bizga qo'yilgan talab mushu asa tamini naqsga aylantiramiz. Naqs bo'lishi uchun asadan keyin ism kelishi kerak, uning ismisi kelishi kerak. Unda o'zim deymiz, asayna an nuqbala fi dirasatil ulya deymiz. Asayna deb ashadagi biz deganni bildiradigan ismisini kelimiz, domirni kelimiz. Asayna an nuqbala fi dirasatil ulya. Tarjimasi o'xshash. Dirasatil ulya qabul qilinishimiz mumkin. Asa an tusafiri gadan. Endi asadan keyin bu yerdan masdar muavval keldi. Unda bo'lsa bu asa tam ekan. Endi biz buni naqs qaylantirish uchun an tusafiri shundag'i ayollik ekan. Unda bo'lsa ayollik birlikni bildiradigan bir domirni qo'shishimiz kerak deymiz. Asayti an tusafiri gadan. Demak, asayti deb ismisini keltirdik. Bu naqs qaylandi. An tusafiri xabar bo'ldi. Buni tushungan bo'lsanglar, oxirgi ikkisini o'zinglar ishlab boqinglar. Tarjimasi asa ay yasmaha lanal mudiru bil insiraf. Mudir bizga qaytishga ruxsat qilishi mumkin. Asa ay yattahidal muslimin, musulmonlar birlashishi mumkin. Yana bir topshiriq, adkhil asa fil jumlatayn min inshaik. O'zingiz taraf min inshaik degan, o'zingiz tarafidan asani ikki jumla kirgizing. Ala an takuna naqisatan fil ula. Birinchisida asa naqisa bo'lsin. Va tamma fil ukhra. Yana bir jumlada tam bo'lsin. Demak, bir jumlada tam, bir jumla naqis qilib ikki jumla kirgizing deydi. 9-si fazuqul azaba bima kuntum takfurun. Bu tekst keldi. Fazuqul azaba bima kuntum takfurun. Kafir bo'lganliginglar tufayli azobni tetinglar. Endi biz bu tarjimani yetsak, zuqu degan gap tetinglar degan gap. Al-azab azab degan gap. Ba tufayli. Bu yerdagi macho desa, ma buni biz bugun o'rganmoqchi bo'lgan masdarlikni bildiradigan ma. Ya'ni masdarga o'zgartiradigan ma. Keyin kelgan fe'ldan qo'shib masdarga o'zgartiradi. Bima kuntum, ma kuntum bo'lganlik uchun kawnikum takfurun, kafir bo'lganliginglar deb masdarga o'zgartiradi. Hadihi ma al-masdariyya deydi. Bu masdarlikning ma'si. Fa bima kuntum takfurun degan, ya'ni bi kawnikum takfurun. Kafir bo'lganliginglar tufayli. Demak, ma kuntum bilan kawnikumninki ma'ni jihati farqi yo'q. Demak, ma kuntum bil kirib buni nima o'zgartdi? Masdarga o'zgartdi. Demak, ma'ul masdariyya. Va shuningdek va kazalika ba'dama intahatis salat degan gap. Ba'dama intahatis salat tekstda chiqdi bu. Namoz oyoqlashgandan keyin. Endi bu yerdagi ma qanday ma desa, bu ma'ul masdariyya. Ya'ni ba'da intihaus salat. Bu ma bir fe'lning beshiga kelib, shu fe'lni masdar ma'nosiga o'zgartirib o'tadi. Masdar ma'nosiga. Masalan, ma intahatis salat fe'li modi shundaqo. Namoz tugagandan keyin, tugagandan deb bu yerda bir masdar ma'nosiga o'zgartirdi. Ya'ni ba'da intihaus salat. Namoz tugagandan keyin. Allah Taala dedi: "Lahum azabun shadidun bima nasu yawmal hisab." Ularga qattiq azobba qiyomat kuni unutganligi tufayli. Ba tufayli. Ma degan gap binisyanihim. Ularning qiyomat kuni unutganligi tufayli. Demak, ma nasulan nisyanihimninki ma'ni jihati farqi yo'q. Ikkilisi masdar bo'lib ketadi. Ma'ning kirishlan bu fi'l madi nimaga o'zgarib ketdi? Masdarga. Ey binisyanihim yawmal hisab. 10-si fa ammal ladzina swaddat wujuhuhum akafartum. Fa amma bu yerdagi javobi amma mahdhuf. Ammaninki javobi mahzuf. Amma kafir bo'lgan kishilar, yuzlari qarab ketgan kishilar desak, nima bo'ldi ularga? Buning javobi mahzuf. Taqdiri nima? Fa yuqalu lahum. Deyiladi ularga. Demak, bu yerda javob qanday qilinib ketgan? Tashlanib ketgan deb taqdir qilinadi.
Arab tilida bu normal ahvol. 11-si hati mudari'. Faqada istaka. Faqada istakininki mudorisini keltiring. Vajna. Ma'nosi nima? Uning ko'pligi nima deydi? Vajna degan nima gap? Ma'zini vajna deymiz, Vajna. Ma'zi. Ya'ni ikki ma'zi bo'lsa, vajnatayn bo'ladi. Unda bo'lsa, arkadaşlar, bugungi darsimiz mush yerda oxirlashdi. Kelarki soatlik darsda ko'rishaylik. Assalomu alaykum.